Eng afzal sadaqai joriyalar foydasi qanchalik keng qamrovli va asorati qanchalik boqiyligiga qarab belgilanadi. E'tibor bering, xayrli ishning foydasi boshqalarga qanchalik ko'p yetsa, qamrovi qanchalik keng bo'lsa va uzoq muddat davom etsa, u shunchalik afzal bo'laveradi. Shu bois eng afzal sadaqai joriyalardan biri masjidlar qurish hamda shar'iy ilmlarni yoyish uchun ajratilgan narsalardir. Masalan, biror kishi kelib, menda vaqf qilish niyati bor, menga bir chiroyli loyiha qilib bersangiz desa, men unga bitta masjid va uning yonida daromad keltiradigan savdo markazi qurishni aytaman. Bu savdo markazidan tushgan foyda esa ilm yoyish va Allohning diniga da'vat qilish yo'lida sarflanadi. Ey jamoat, buning tengi yo'q. Men buni sizlarga qattiq tavsiya qilaman va alohida ta'kidlayman. Allohga qasam, agar insonning niyati xolis bo'lsa, uning ulkan ajr mukofotini Allohning huzurida albatta topadi. Ey bunga qodir bo'lgan imkoniyati bor insonlar, shunday odamlar borki, ularda millionlar bor. Men sizlarga chin qalbimdan xolis bir maslahat beraman. Bitta masjid va savdo markazi quring. Uning tushumi faqat ikki narsaga sarflansin: Alloh yo'liga da'vat qilish va shar'iy ilmlarni yoyishga. Vallohi bu Allohga yaqinlashtiradigan eng ulug' va eng go'zal amallardandir. Bu shunday ishki, uning mevasi qabringizda ham, qayta tirilib hisob-kitob qilinadigan mahshar kuningizda ham albatta topasiz. Bu bilan Alloh taolo huzurida yuksak darajalarga erishasiz. Tasavvur qiling, Alloh uchun uning nomi zikr qilinadigan va unga ibodat qilinadigan bir masjid qurdingiz va yana uning vahiysi, ilmi, dini hamda haq yo'liga da'vat qilish uchun to'xtovsiz mablag' yetkazib turadigan vaqf mulki qoldirdingiz. Ey birodarlar, dunyo va oxiratdagi haqiqiy azizlik mana shundadir. Umid qilamanki, bu gaplarda bir xayr bor. Kim bu borada mening fikrimni, maslahatimni yoki yordamimni istasa, men ko'maklashishga har doim tayyorman inshaalloh. Zero bu eng ulug' savobli amallardandir.